Til millatning ma'naviy qiyofasi, uning boyligi, jozibasi va imkoniyatlari avvalo so'zlarda namoyon bo'ladi. Sharof Rashidov nomidagi viloyat axborot kutubxona markazida o'zbek tilining ana shunday bebaho xazinalarini keng targ'ib etishga qaratilgan kitoblar taqdimoti bo'lib o'tdi. Alisher Navoiy ensiklopediyasi, Zarif so'zlar ziyorati, o'zbek tili omonimlari lug'ati kitoblarining taqdimotida oliy ta'lim muassasalarining kutubxonachilari, Hamid Olimjon va Zulfiya nomidagi ijod maktabi o'qituvchilari hamda mutasaddi tashkilotlar vakillari ishtirok etdi. So'zga chiqqanlar o'zbek tilining nihoyatda boy va serqirra til ekanini ta'kidlab, bugungi kunda undan foydalanish madaniyatiga alohida e'tibor qaratish zarurligini qayd etdilar. Ayniqsa yoshlar nutqida xorijiy so'zlarning o'rinsiz va me'yordan ortiq qo'llanilayotgani, buning natijasida sof o'zbekcha muqobillari mavjud bo'lgan so'zlarning ham chet tillardagi shakllari bilan almashtirilayotgani tanqid qilindi. Shuningdek, ko'cha va savdo shoxobchalaridagi reklama hamda peshlavhalarda uchrayotgan imloviy xatolarga ham e'tibor qaratildi. Mutaxassislar bunday xatolarni aniq misollar orqali ko'rsatib, davlat tiliga hurmat, avvalo kundalik hayotimizdagi yozuv va nutq madaniyatidan boshlanishini ta'kidladilar. O'zbek tilining izohli lug'ati 6 tomli va yaqinda nashr etilgan o'zbek tili sinonimlarining lug'ati, o'zbek tili sinonimlarining o'quv lug'ati yoki o'zbek tili omonimlari lug'ati kitoblari bugungi kunda mana Jizzax viloyati markaziy kutubxonalariga ham tarqatildi. Demak, bu kitoblarni tarqatishdan maqsad nima? Bu birinchi o'rinda yoshlarni, ilm-fan ziyolilarini shu kitob bilan tanishtirish va shu orqali o'zbek tilini keng imkoniyatlaridan, ifoda imkoniyatlaridan, o'zbek tilini o'sha inja so'z boyligidan bahramand qilish. Albatta, biz o'sha chiqarilayotgan kitoblarni ham qog'oz variantini nashr qilish, ham ularni elektron ko'rinishda sayt va platformalarga joylashtirishga ham ahamiyat qaratyapmiz. Xususan, o'zbek tili izohli lug'atini Izohli.uz degan saytdan bemalol topish mumkin har qanday so'z va uning izohini. Yoshlarning hammasida kamida telefon qurilmasi yoki notebook bor. Demak, ular kutubxonaga kelmasdan turib ham bemalol o'sha so'zlarning izohi bilan, o'sha so'zlarga oid tavsif bilan tanishishlari mumkin. Taqdimotda tanishtirilgan nashrlar ham aynan tilimizning boyligini chuqurroq anglash, so'zning ma'nosini to'liq qo'llash va ona tilimizga bo'lgan hurmatni yanada mustahkamlashga xizmat qiladi. Xususan, Alisher Navoiy ensiklopediyasi to'plami buyuk mutafakkirning hayoti va ijodiy merosini kengroq o'rganish imkonini bersa, Zarif so'zlar ziyorati tilimizdagi so'zlarning nozik ma'no qirralariga e'tibor qaratadi. O'zbek tili omonimlari lug'ati esa shakli bir xil, ma'nosi turlicha bo'lgan so'zlarni anglash va ularni nutqda to'g'ri qo'llashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Tadbir so'ngida ishtirokchilar nashrlar bilan yaqindan tanishib, ularning ilmiy va ma'rifiy qiymati yuzasidan o'zaro fikr almashdilar.